Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar ve hürmetli karandaşlar. Allah subhanahu ve teala hemmeylerine her cayda hatırcam selamet kılsın. Bugünkü dersimizin temisi insanın ko'nglidagi g'am, qayg'u, teşvişlerini ketkizadigan yaxshi amallardan namozni o'z vaqtida ado qilish. Namoz erlarga nisbatan jamoat bilan ado qilish vojib bo'ladigan, ya'ni muhim amallarning qatoridan. Namoz bo'lsa Alloh subhanahu va taolo u orqali musulmonning qalbidan g'am, qayg'u, andishani ketkizib o'tadigan, insonning qalbiga oromdillik, rohat bag'ishlaydigan katta amaldan iborat. Shunga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ko'ngliga g'ashlik, qayg'u bir ishlar kelib qolsa, Bilal radhiyallohu anhu deydi: "Ya Bilal, aqimis salata arihna biha." Ey Bilal, namozga takbir aytqin, namoz orqali bizning ko'nglimizni rohatlantirgin. Har qanday rohat, ko'ngilning xushi haqiqiy musulmon uchun bu Allohga yuzlangan, Allohning huzurida turgan, namozga turgan holatida paydo bo'ladi. Insonga keladigan rohat, ko'ngil xotirjamligi, ko'ngil oromligi namoz bilan bo'ladi. Namoz boshqa ibodatlarga o'xshamaydi. Boshqa ibodatlar Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan Jibril alayhisalom orqali payg'ambar alayhisalomga yetkazilgan bo'lsa, namoz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Mirojga chiqqan kechida Allohning huzurida bevosita farz qilingan ibodat. Shunga salaf olimlarining ko'p qismi boshqa ibodatlarga sal qarasimi, buningga kofir degan hukmni bermasa, ammo namozga sal qarab, qasdan namozning vaqtini o'tkazib o'tib yoki namozni o'qimay qilsa, umumiy tarafdan kofir deb hukm bergan. Yani bu to'g'rida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamninki Allohul-lazi baynana va baynahumus salat. Faman tarakaha faqad kafara. Biz bilan kofirlarning orasidagi ahdi, misoq, to'xtam, kelishim namozdan iborat. Har qanday odam namozni tark qilsa kofir bo'ldi. Sahabalarning davridimi biz namozga kelmaganlarni bu ya qalbida nifoq va ya kufr deb qaraydik. Bir qism islom ulamolari namozni tark qilgan, jamoat kelmagan, hatto uyda yolg'iz namoz o'qiganlarga nisbatan aytdi qattiq so'zlarni qilgan. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning men bir odamni o'zimning o'rnimga imom qilib qo'yib, inondan keyin bir bo'lik kishilarni o'tin to'plashga buyurib, o'tinlarni elib kelib, jamoat namoziga kelmaganlarning uyini ko'ydirib o'tishni maqsad qilgandim. Ammo uydagi ushoq bolalar, ayollar bo'lib qolganlikdan buni qilmadim. Buni namozning bu qadar muhim ekanligi, agar bu qadar muhim bo'lmasa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamninki alayda men ularning uyisini ko'ydirib o'tishni maqsad qilgandim degan so'zi shuning uchun aytilgan. Namozga bek ahamiyat berishimiz kerak. Chunki bir odam musulmon bo'ladi ekan, uning sirtqi ko'rinishi hech bo'lmaganda har kuni namozga azan o'qilsa, 5 vaqt namozni jamoatlar bilan o'qish orqali bu odamning musulmon ekanligi bilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir hadisida hubbiba ilayya minad dunya an-nisa va tayyibu va ju'ilat qurratu ayni fi salat. Mana dunyodagi narsalardan ayollarim, yoki ayollar xushbo'y narsalar, xushbiroq atir degan. Men yaxshi ko'raldi. Shuningdek, mening xursandligim namozda qilindi. Men namoz o'qisam intayin xursand bo'laman, qalbim rohatlanadi. Yana bir hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan: "Kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam idza hazabahu amrun salla." Payg'ambar alayhisalomga bir g'am, andisha, musibat yoki bir ko'ngli g'ash qiladigan ish yuz bersa, darhol namoz o'qiydi. Sahabalardan Ibn Abbas radhiyallohu anhuga uning bir qarindishi vafot bo'lganlik xabari kelgan vaqtida inna lillahi va inna ilayhi raji'un deb istirjo kalimasini aytib o'tib, undan keyin namozga turdi, qiyomlarini uzun turib, ruku sajdalarini uzun qilib, 2 rakat namoz o'qidi. Namoz o'qib bo'lgandan keyin vasta'inu bis-sabri was-salah. Sizlar sabrchanlik bilan, namoz o'qish bilan Allohdan yordam talab qilinglar degan oyatni o'qidi. Insonga har qanday bir musibat yetgan vaqtida insonga yordam beradigan eng katta omil qaysi desa, birinchidan sabrchan bo'lish, sabr qilish. Innama yuvaffas-sabiruna ajrahum bighayri hisob. Alloh subhanahu va taolo sabr qiluvchilarning ajrini hisobsiz berman. Ikkinchi
İkincisi namaz. İnsan namaz orqali, sabrchanlik orqali har qanday bala musibatga uchraganda Allohdan yordam talab qiladi. Sabr to'g'risida ayrim to'xtalamiz. Har qanday ibodatning ajr savobi bekitilgan bo'lsa, sabrninki ajr savobi bekitilmagan. Chunki insonga nisbatan har qanday ishga sabr qilish qiyin bo'ladi. Shunga shunda qiyinchilikda sabr qilganlarga Alloh hassalab ajr bermaydi. Namoz hamda insonninki qalbini sakinlashtiradigan, qalbini arom oldiradigan, qalbidan g'am, andisha, qayg'u, tashvishlarni ketkizadigan eng chong omillarning biri. Shunga namozga intayin ahamiyat berishimiz kerak. O'zimiz, oilamiz, bola-chaqalarimiz, kuchimiz yetganlar kishilar bo'lsa, namozga rag'batlantirib, bo'libmi erlar namozni masjidda jamoat bilan o'qish kerak. Chunki yolg'iz o'qigan namoz bilan jamoat bilan o'qigan namozning oraliqida nurg'un farqlar va bu to'g'ridami hadislar bayon qilingan. İnsonninki qalbidagi g'am, andisha, tashvishlarni ketkizadigan eng chong bir omil qaysi desa, qiraatul Qur'on bit tadabbur. Qur'oni Karimni aldirmay, ma'nolarini o'ylanib, tafakkur qilib, Allohning qudratini namoyon qiladigan oyatlarni takrar o'qib, tushunib o'qishning o'zi insonning qalbini rohatlantiradi, qalbini ochadi, barliq g'am, andishalarini yo'qiladi. Chunki Qur'oni Karim bo'lsa Allohning kalomi. Allohning kalomi insonlarning so'ziga nisbatan hammadan ustun, fazilatli. Qandaqki Alloh subhanahu va taolo o'z xalqidan fazilatli katta bo'lgandek, Allohning kalomi bo'lgan Qur'oni Karimmi odatdagi insonlarning so'zlaridan nihoyat ulug' va hurmatdir. Shuning uchun Qur'oni Karim tilovatini ko'p qilish kerak. Hayotimizni Qur'on bilan o'tkazishimiz kerak. Chunki Qur'on bizning ruhiy o'zg'imiz. Qur'ondan ayrilgan qalb o'lak qalb hisoblanadi. Shunga Qur'oni Karimni o'qigan vaqtimizda tadabbur qilib, tafakkur qilib, insonning qalbiga ta'sir ko'rsatgan oyatlar kelganda to'xtab, takrar o'qish kerak. Chunki insonning qalbidagi har qanday ruhiy kasallik va har qanday siqilish, oromsizlikning hammasini Qur'oni Karim oyatlari bilan davolagan vaqtida nihoyat tezdan shifo topadi. Inson Qur'oni Karim oyatlarini o'ylanganda, ma'nolarini tushunganda, tafakkur qilgan vaqtida Alloh subhanahu va taolaning qudratining naqadar katta ekanligi, Allohning rahmatining naqadar keng ekanligi, Allohning bandalariga qilgan lutfi inoyatini tushunib yetalaydi. Qur'oni Karim Allohning izni bilan qalb kasallariga yoki hozirgi davrda atalgan psixika kasalliklariga, shundaqla badanning kasalliklariga shifo bo'ladigan eng katta shifodir. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin." Biz Qur'oni Karimdan sizlarningki ruhiyatiga va kasalliklarga shifo bo'ladigan bir shifoni tushiramiz. Qur'oni Karim mu'minlar uchun rahmatdir. Qur'oni Karim insonlarning nafsining siqilishi va qalbning qitib ketishi degandek yurak kasalliklariga davo bo'ladi va badandagi kasallarga davo bo'ladi. Shunga Payg'ambar alayhisolamning ba'zi hadislarida Payg'ambar alayhisolam uxlashdan burun Ixlos surasini, Muavvazatayn surasini va Ayatul Kursi, Fatiha suralarini 3 qitimdan o'qib, qo'llarga suflab, ina bilan badanlarini silab yotdi. Bu orqali insonninki mayli jismiga yetadigan yoki ruhiyatiga yetadigan har qanday bir kasallik, vasvasa qatorliq ishlar yo'qolib ketadi. Shunga uxlashdan burungi zikrlarga va Payg'ambar alayhisolamning ko'rsatmalariga bek ko'ngil bo'lishimiz kerak. Insonning g'am qayg'usini, ko'ngil siqintiligi, ko'ngilning rohatsizliklarini ketkizib yetadigan katta omillarning biri zikrulloh. Allohni yod etish, Allohni zikr qilish. Chunki Allohni zikr qilish degan insonning qalbini ruhlantiradigan, qalbini yashnatadigan, qalbini tirgizadigan, nafsini arom oldiradigan eng katta omillarning biri. Allazina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Iymon etgan mu'minlarning qalbi Allohning zikri bilan arom topadi. Allohning zikri bilan rohatlanadi. Allohning zikri bilan ularning qalbidagi g'am, qayg'u, andisha, xafaliklar yo'qolib ketadi. Diqqat qilinglar, Allohning zikri qalbni rohatlantiradi. Insonning qalbi Allohning zikridan ayrilib qolsa, zikrdan quruq qolib qolsa, ojizlashadi, qorong'u zulmatga to'ladi. Bu qalbga vasvasalar, davolg'ush, iztirob, ya'ni sakinlashmaslik yetadi. Shayton har tarafdan o'raydi. Zikr degan qalb uchun bir nur, ruhiy oziqliq va shifodan iborat. Ibnul Qayyim rahimahulloh zikrning foydasi to'g'risida nurg'un so'zlarni keltirgan, hatto ba'zi asarlarda 100 dan ortiq foydani so'zlagan. Shuning qatoridan zikr etish insonning qalbini
rahatlandırdı, kalbini yaşnıtıdı. İbn Taymiye rahimahullah aytidi, zikr qalbga nisbatan, xuddi biliqqa nisbatan su muhim bo'lgandek, zikrmi qalbga intayin muhim bo'ladi. Agar biliq suvdan ayrilsa, biliqning holi qanday bo'ladi? Shuningga o'xshash, insonning qalbimi Allohning zikridan ayrilsa, xuddi suvdan ayrilgan biliqqa o'xshash bo'ladi. Ya'ni biliqning asosliq yashaydigan ozuqli hayot bag'chisi suvdan iborat. İnsanın qalbimi Allah'ın zikridan ayrılıp qalsa, xuddi suvdan ayrılıp quruqliqqa chiqib o'lib ketgan biliqqa o'xshash bo'lib ketadi. Zikr shundaqla qalbning, ruhning quvvati, ozuqli. Banda o'zining qalbininki quvvati, ozuqligini yo'q qo'ysa, bu bir quruq jismning o'rnidan bo'lib qoladi. Shakli inson bo'lsa-mu, buning qalbi o'lgan, ruhi chirigan, ya'ni ruhsiz bir badanga aylanib qoladi. Ibn Taymiye rahimahullah bir qitim yani bomdat namozini o'qib, enadin keyin tushga yaqin Allohni zikr qilib o'tadi. Ya'ni Ibn Qayyim rahimahullah deydi, "Men burilib, bu mening ozuqligim. Agar men mushu g'izo bilan ozuqlanmasam, mening kuch-quvvatim tushib ketadi" degandek bir so'zlarni qildi. Zikr degan asosliq ruhiy ozuq. Inson Allohni ko'p zikr qiladi ekan, insonninki ruhiy ozuqi kuchli bo'ladi. Biz modda bilan ruhdan tuzalgan. Agar moddiy taraf kuchlanib ketsa, insonda shahvoniy nafsi, shaytonning vasvasalari qatorliq ishlar kuchayib ketadi. Ruhiy taraf ojizlashib qolsa. Ammo ruhiy taraf kuchlangan vaqtida insondagi vasvasa, ishsiz qilish, ko'ngilsizlik, oromsizlik hammasi yo'q bo'ladi. Zikrning foydasi to'g'risida yana bu zikr shaytonni qo'g'laydi. Chunki bu shayton degan barliq yomonlik, eskilikning manbai. Ishsiz qilish, ko'ngil oromsizlikning manbai-mi shaytondan iborat. Zikrning foydasi to'g'risida kelgan hadisning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Va kana fi hirzin minash-shaytoni yawmahu zalika hatta yumsiya." Yani bir adam bundan keyin sabahda la ilaha illallah vahdahu la sharika lahu lahul mulk ve lahul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir degan bu zikrni 100 qitim desa, bu adam shu kuni kechgacha shaytondan saqlanadigan bir qo'rg'onda bo'ladi. Buningga shayton yaqin kelmaydi. Yana bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Sizlarni Allohni ko'p zikr etishga buyurayman." Buning misoli dushman keynidan qo'g'lab kelayotgan bir odamning misoliga o'xshaydi. Bu kishi nihoyat tezlik bilan dushmandan qochib, mustahkam qo'rg'onlardan bir qo'rg'onga keldi va qo'rg'onga kirish orqali o'zini dushmandan qutuldirdi. Shuningga o'xshash inson yoki banda o'zini shaytondan nima bilan qutuldirdi desa, faqat Allohni zikr qilish bilan, Allohning zikri bilan. Inson doim Allohni zikr qilib turdi ekan, buningga shayton yiqilishamaydi. Har turli zikrlar bor. Tamoq yeganda, tamoqdan keyin, kiyim kiygan vaqtida, uyga kirganda, uydan chiqqanda, hojatxonaga kirganda, chiqqanda, uxlaganda, uyg'onganda, namozning ichida, namozdan keyin degandek har bir zikrninki o'zininki o'rni bo'ladi. Inson mushu tartib bilan bayon qilingan zikrlarni har kuni to'liq ado qilib mansa, inshaalloh bu insonning qalbi Allohning zikri bilan nurlanadi. Buning qalbida vasvasa, rahatsizlik, tavrinish, oromsizlik, ichki siqilish degandek hech qanday narsa qolmaydi. Chunki Allohning zikri bilan yashnagan, Allohning zikri bilan nurlangan qalbga bundaq kir, paskina narsalar hargiz yaqin kelmaydi. Alloh subhanahu va taolo hammalarni doim o'ziga zikr aytadigan, o'zini eslab turadigan, Qur'oni Karimni tilovat qiladigan, namoz ibodatlarni o'z vaqtida farz, vojib, sunnat, mustahablarga rioya qilib to'liq ado qiladigan haqiqiy taqvodor mu'minlarning qatoridan qilsin. Alloh subhanahu va taolo Qur'on tilovati, zikr, tasbih, namoz orqali barliq g'am andishlarimizni yo'q qilsin. Alloh subhanahu va taolo bu orqali hammalarning oilamizga baxt, saodat, xotirjamlik ato qilsin. Alloh avlodlarimizga iymon, e'tiqod, iffat, go'zal axloq, dinni suyadigan, ota-onasini suyadigan haqiqiy go'zallik ato qilsin. Alloh subhanahu va taolo yoshlarimizni o'zining kalomini yaxshi ko'radigan, o'zini yod etishni yaxshi ko'radigan, namozni yaxshi ko'radigan sahobalarga o'xshash shundaq bir avloddan qilib yetishtirib chiqsin. Alloh subhanahu va taolo avlodlarimizni insi jinlarning azdirishidan, elektronlik jin shaytonlarning azdirishidan Alloh saqlasin. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.